Uzlu CSS dersidagi 17-ci qism CSS tizimlik. CSS tizimli xarakteri tizimlikning oldi qo'shilg'uchi belgisini o'zgartirishga yoki rasm qilib belgilashga ishlatiladi. Uning yana list style type xarakteri tizimlik tipiga aniqlab berildi. List style image xarakteri orqali tizimlik rasmini belgilaymiz. List style position xarakteri orqali tizimlik o'rnini belgilaymiz. List style orqali yuqorqi 3 xarakterni umumlashtirib yozishga bo'ladi. Masalan, misol qaraydigan bo'lsak, bu yerda tizimlikning tipi, ondan keyin tizimlik rasmi, bu yerga rasmniki adresi yoki ismi yozilsa bo'ladi. Ondan keyin uningki o'rni, ichki qismi, sirtqi qismi degan o'rni. Ondan keyin bu list style orqali umumlashtirib yozgan vaqtimizda bu yerga bu tizimlik rasmi, ondan keyin rasmlik tipi, rasmlik o'rni, shu 3 qiymatni keyin ma'qulatda yozsaq bo'ldi. Endi misol qaraydigan bo'lsak, masalan, misolda bu o'rin list style position o'rni xarakterga inside va outside degan 2 qiymatni bergan vaqtda buningki inside ni bergan vaqtki bilan outside bergan vaqtki meniki o'rnida azroq farq borligini men ko'ra olamiz. Masalan, bu yerdagi asli kodda list style positionga birsiga inside, birsiga outside deb 2 qiymatni berib, qolgan yerlar o'xshash unumini ko'rgan. Andan keyin misol qaraydigan bo'lsak, bu list styleniki tipi bu yerda masalan bu tipi circle bo'lgan vaqtda masalan jumlaq chambar, yoki square bu 4 jaza chiqqani qoladiki. Andan keyin upper roman bo'lganda bu room raqami 1 2 3 ma'qulatda. Andan keyin lower alpha bo'lgan vaqtda bu yerda abc deb ma'qulatda. Ammo oldida chiqqan shu belgining hammasi shu list style niki tipiga hukm qilish kod orqali bularga mushkul holatda hukm qilish kod orqali oldiga qo'shilgan. Biz yana buningga list style image orqali oldidagi belgining o'rniga yana bir qism kichik tipdagi rasmlarni oldida ko'ringan qilib belgilay olamiz.